Görüp tursalar, maşin muhurlangan. Gel, şagir. Yine muhur. Like basıp koyinglar, like basıp. Like basıp abone bolup koyinglar. Yine muhur. Ne için gösterip tutma? Kredite maşin alıp tölenmeseniz ahırı şundan boladı ortaklar. Kredite maşin aman ortaklar. Tölep bilmeseniz. İltimas sizlerden. Köp adamla müracaat et turttu, kreditim tölemeyin. Durpman dep ortaklar. Amanla işin ahval boladı. Maşin numarini götürsüler. Bu 684 TE. Bu maşin meniki ortaklar. 2023 yıl Ağustos'ta 48 milyon tölep ben bu maşini satıp kredi Anarbank'tan kredit alama. Aynı 6,5 milyondan. Hullas ortaklar yine maşin özümdeki ispatlap koyun yine. Mygo.uz'dan yine 684 numarini götürsüler yine. Özümdeki yine maşin. Hazırmanın tek pasportu, maşinin kiliti hazırsta. Biz azı Xivadamız. Xivada Ştrapstenkede maşin yatıptı. Maşin açıp olmaydı, muhurlangan. MIP unduru dedi bu maşin. Tarixini aytatan bolsam, hazır köp ne bolup ketadi. Xullas men davom ettirishga berib qo'ydim bu maşinni. Kreditni vaqtida to'lamadi. Bir Xivalı bir ağamıza berib qo'ydik. Balkim danırsılar, nömerinden danıp olgansilardir. Davom ettirishga berib qo'ydim. Xullas men bilasizlar, Rossiyaga ketganman. Rossiyada shu dokument yurib 3 oy spesperiyomda atganman. Bu tölemin çoğalaştırıp sotu ötüp gitti bu. Sentyabrda sotum oldu. Fuqarolik sotuna bardım bağatga. Maşin unduruvga chiqib ketdi. Şundan devlet bacını tölemin, kreditlerini çözüp 40 günden keyin tölep, 50 günden keyin tölep. Apparatan joyini appardı ahırı. Şu fevral ayından tölemegen yine. 2025 yıl keyin mart ayından tölemegen. Ahirine MIP'tekiler basıp Xivada bu maşini tuttular ortaklar. Maşinin yılı 2022 yıl dekabrda çıkan. Özüm shot spravka vaqtında alganman maşin. Taza paket vaqtı, massa vaqtında. Şu 23 yıl avgust ayı 205 milyonga hesaplap, eldinden 48 milyon tölep, ayına 6,5 milyondan töleşke alganman ortaklar. Maşinin iç yerinde kraska yok, absolut cevap hem yerine. Maşinde gelip karzlarını töletken vaqtı görsetkenmiz ustaga neye. Farlar özgetilinge. Ne koyulgan optra fara geldine. Saka diskeli maşında 3. pakalina metan ba. Bir salonun içi bir hipçistiga gelip turttu indi sel bulaşkan. Amerikanka faralar var. Görüp tursulayın. Original, prosto emas. Black piyano kılıngan. Nömerini yaxshilab esanglayın. 90 bu 684 TE ortaklar. Bakoylara minglanadı. Elektron yığınlanadı, yani lükler ham var, işlep turttu, hamma narsa. ABS tormoz, eng pulu korоче, elegant plus ortaklar. Kim alaman dese, bahası 170 milyon so'm geliştirip beramiz ortaklar. Xullas, telefonla gelişemiz, men özüm numerim qo'yaman. Alatan bo'lsa, haqiqiy alatan foydalanuvchilar yo'q ortaklar. Haqiqiy alaman deganlar bo'lsa, chiqinglar aloqaga, xullas mening qarzi to'lanadi, oldingiz o'tirib beraman. Bloger Kuranbayev bunu shunchalik vaqt kreditini to'lagan bolam ahvoli nechik bo'ladi desangizlar, o'rtoqlar, buni men bilaman, men uyimdagilar biladi. Men buning uyina yolborib, ittin qatnab, mashinani 6 oydan beri shu iyuldan beri yashirib o'tdim ama mashinani. Men necha uyina qatnaganman buni. Ey, joningni aylaning, to'la. Mashinani to'la, odamga o'tirib beraman. Necha millat tursan deb o'rtoqlar. Yoki men eldan olib qo'yganim yo'q. Men ya bir yere qamatmadim. Kreditni vaqtında to'lamadi, yine şu yere geldi maşin ortaklar. Ahiri shundan bo'ladi. Uyuna barsam, senden maşin aldın mı? Kreditde maşinni men olib qo'yibmanmi deb har xil gaplarni aytib, endi menga ish tushib turibdi. Endi bankdagi bilan ham gaplashganman. Kredit endi bundan oldingi videoda Kia Sonet chiqarib krediti bilan odina o'tirib bo'ladi ekan. Kreditni o'zingiz maşin adlanız o'tadi, kredit sizlar davom ettirib ketasizlar. Hozir uning yo'llar ham chiqib ketdi. Shuning mojarolar chiqavergan uchun o'rtoqlar. Xullas, yo'llari bor. Agar adlanız o'tiraman desangiz, adlanız ham o'tirib beramiz. Buni bank aytib beradi bu ishni, notariusga boramiz. Shuning qarzlarni to'lab bersangizlar, men roziman. Davom ettirib ketishim, uni gaplashamiz telefonda. Davom ettirib ketishim beraman, lekin adlanız o'tirib beraman mashinani.
polni şu nomer bilan adınızda ötedi. Siz texpasportda sizin adınız bo'ladi. Kredit siz to'laysiz. To'lamasangiz sizin uyingizga boradi hamma narsa. Mashina ishtirab tushasizmi, boshqa ketasizmi? Sizin uyingizga boradi. Ko'pchilik yozib turibdi hozir. Yo'q, o'tirib bo'lmaydi. Munning degan gaplar bo'lib turibdi. Yo'q, o'tirib bo'ladi ekan o'rtoqlar. Bank bilan yaxshilab gaplashdik. Xullas, hozir men olib qo'ygan og'am bola balki uni adına o'tirib beraman, lekin unda hozir pul yo'q. Adına o'tirib beraman desa, bu duraversa auksionga chiqib ketadi. Menga zarar bo'lajak bo'lib turibdi mashina. Kim olaman desa, yana kreditda davom ettirib ketaman desangiz, qarzlarni to'langlar o'rtoqlar. Hozir MIBdagi qarz to'lanishi kerak, davlat boji va 12 million so'm. Yaryanni gaplashamiz. Oylik to'lov xullas 6,5 milliondan tushmaydi, buni oldindan pul to'lagan. Şu yılın oxirigacha 4 milyondan to'laysizlar. 3 milyon 700, 3 milyon 800, 3 milyon 900, 4 milyondan bormaydi. Qolgan mana 2023-yil olgan, 28-yilgacha 5 yillik kreditga olingan. Уже 2 yili to'lanib turibdi. Mendan olsangiz, где-то bir 3,5 yil to'laysizlar agar kreditni davom ettirib ketaman desangiz, Arianni gaplashamiz telefonda o'rtoqlar. Oldindan 40 milyon berasan, 30 milyon berasan demayman o'rtoqlar. Şu 12 milyon qarzni to'lab chiqarsangiz, oylik to'lanini to'lasangiz, o'zingizga muammo bo'lmaydigan bo'lsa, yana ikki variant ham bor. Naqd olaman deganlar 170 milliondan kelishtirib beramiz. Aytilishingda o'rtoqlar. Bilasizlar, mashina necha so'mga sotilib turganini men ham o'zim ham bilaman. Hech yerida tik etgan joyi yo'q o'rtoqlar. Amerikanka optirafarolar qo'yilgan, ABS tormoz bor, lyuklar ishlaydi. Metanam bor o'rtoqlar. Xullas olaman desangiz, naqd o'rtoqlar yoki kreditini davom ettirib ketsangiz ham bo'ladi, lekin oldlaringizda o'tirib beraman. Shunning gaplari, kreditdan mashina olmanglar. Bir kuni davom ettiraman deb olib, bundatib azob bermanglar. Oxiri shunday bo'ladi o'rtoqlar. Mendan hech qanday pretenziya yo'q. Hozir men misol uchun qarzini to'lasin, men oldin o'tirib beraman buni. 100% aytib turibman. To'la. Ya bu narsani bankdan ana qo'ynan, men yine duraman yine. Bir haftadir, 2 haftadir yine duraman. Mashina odam o'tirib oldi deb turibman. Yo'q dedi, men sen yana oldinda qo'yib to'layman deb tur. Meni shunchalik uyina qatnatdi, shunchalik meni nima desam, meni tinchlig'imni men o'zim bilaman. Sizlar ishonaveringlar, men o'zim Qozog'iston bo'lib, buni uyina qatnayverib, shu lokasiyani xaritada uyini tapatan bo'lib ketganman. Shundan gap, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kimga kerak bo'lsa chiqaverasizlar. Mashinaning yurganini aytdim, kerak ekranga yozib qo'yamiz albatta. 60 ming atrofida yurgan mashina. 50 ming, 55 ming, 60 ming atroflarında yurgan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kreditda mashina olmanglar.